Elira, aqldan ozay deyapman. Sen qanaqasiga Marko Beritonning qizisan? Qanday hammadan berkitib yurding buni? Sekinroq gapir. Atrofdagilar eshitib qoladi hozir. Men boyligimni oshkor qilishni xohlamayman. Nima deyapsizlar? Tushunmayapman. Marko Beritonning qizi deysanmi? Hazilmi bu? Xo'y, o'z ko'zim bilan ko'rdim. U dadasi bilan qimmatbaho mashinadan tushib meni do'konimga kelishdi. U dadasiga quyib qo'ygandek o'xsharkan. Nega voqliroq aytmading? Sen hali hammani ahmoq qilib yuribsanmi? Yaramas qiz. Qiziq Valeriya. Kim unda? U shunchaki meni niqobimda yuribdi. Men boyligim uchun emas, shunchaki o'zimni qadrlaydigan do'stim bo'lishini xohlagandim. Faqat bu sirni hech kim bilmasin. Vaqti kelib hamma bilib oladi. Men senga bir sirni ochaymi, Anna? Qani eshitaylikchi, qanday sir ekan? Faqat bu sirni hech kimga aytmaslikka va'da ber. Aslida Marko Beritonning qizi Valeriya emas, Elira. Sen buni qayerdan bilasan? Meni dadam Marko Beriton bilan hamkor bo'lib ishlashadi. Qanday bo'lmasin, Marko Beritonning boyligiga ega chiqishim kerak. Tug'ilgan kuning menga juda ham yoqdi. Juda chiroyli o'tdi. Bizni tez-tez uyingga chaqirib tur. Dadam begonalarni uyga kiritmaydi. Lekin sizlarga yo'q deb bo'larmidi? Anavi Elirani ko'rdingmi? Biram senga hasad qiladi-ey. Shundoq qarashlaridan bilinib turadi, ovsarni. Hurmatli o'quvchilar, sizlarga katta yangiligim bor. Kelayotgan shanba kuni kollejimizda ball bo'lib o'tadi. Ballga juft bo'lib kelish talab etiladi. Bu kollejimizning an'anasi. Ballda kollejimizning go'zal malikasi aniqlanadi. Balga har bir o'quvchi o'zi bilan mehmon olib kelishi mumkinmi bizni qo'llash uchun? Qo'llash uchunmish. Kim g'olib bo'lishi aniq bo'lsa, nima qilasan? Bemaza yaqinlaringni balga yetaklab kelib, "Bal jonu dilim, unda tezroq tayyorlanish kerak. Birinchi navbatda hammani og'zini ochib qo'yadigan oqshom libosi olish kerak." Voy, dugonajon, qara, juda ham yarashdi. Senga yarashmaydigan narsani o'zi yo'q. Adashting. Menga faqat shunaqa brend, qimmatbaho kiyimlar yarashadi. Buni narxi buncha qimmat bo'lmasa, shuncha boy bo'lib turib bitta ko'ylak olib bersa nima? Boyligi kamayib qolarmidi? Kimlarni ko'ryapman? Yana o'sha sho'r peshona qiz va uning telba dug'onalari. Sizlarga kim qo'yibdi butikdan kiyinishni? Dug'onalarimga til tekkizma. Har qalay ular manavi dugonalaringga o'xshab pulim uchungina atrofimda parvona bo'lishmaydi. Diding chakkimas-ku. Otangni necha oylik ishlab topgan puliga olmoqchisan? Nima? O'zing nimadir xarid qildingmi o'zi yoki shunchaki aylanib yuribsanmi? Butun do'konni sotib olishga qurbim yetadi. Men senga hozir ko'rsatib qo'yaman.